Ayting dardingizni. Nima yordam kerak sizga? Yordam shu Hindistonga borib kelib davolansang bo'ladi deyishuvdi. Xo'p. Harakat qildim. Ko'p blogerlar bilan gaplashib, Aha. ochrat bo'lmayapti deyishdi. Blogerlar. Aha. Ko'p. Endi sizga o'xshaganlar ko'p. Sizdan zarur yosh bachalarda aytishdida. Yosh bachalar ham bor deyishdi. Navbat kelsa aytamiz. Telefonlashib turamiz deyishdi. Aha. Hozir 3-yilda 3-yil. ichakka, jigarga o'simta tarqalgan. Shuni operatsiya qilish imkoni bo'lsa, operatsiya qiladi. Shunga Hindistonga bordim. Nech pul ketar ekan Hindistonga? Hindistonga shu $30,000 ketar ekan. $30,000 ketar ekan. Endi ichakka ham o'simta bor, jigarga hamda. O'zlari birdan O'zbekistonga tomografiyaga tushganimni ko'rsatgan edim. Toshkentga hindistonliklar kelib turar ekanda. Shular aytdiki, Hindistonga borib, noldan o'zimizni kompyuter tomografiyamizga tushib, analizda topshirmasangiz, berdikini foydasi yo'q. Bunga qarab biz haligimizni aytolmaymiz, biz nima deya olmaymiz dedi. Hindistonga borsangiz dedi, mana analiz topshirasiz, kompyuter tomografiyaga tushasiz, keyin qancha summa ketishini, masalan, operatsiyaga ichakdagi, jigardigini aniq aytamiz dedi. Lekin ungacha operatsiyaga bo'lgan haligiga ham jarayongacha analizlar topshirib, kompyuter tomografiya bordi keldi. Bu xarajatlariga ham pul ketagan baribir. Ketadi to'g'ri. Endi asos elchixonaga viza olib, dokument qilib borib, samolyotga borib kelgan. Shundoq. Shularga ham endi unga shunga hamki pul yo'q-da baribir. Tushundim. Analiz topshirishga. Mana hurmatli savodbesh insonlar, mana o'zlaring eshitdinglar, o'zlari. Kartangiz bormi? Karta bor. O'zi kartangiz bo'lsa nima qilsangiz, mana kartani bitta nima qilamiz? Mana ko'ngilga borib, mana o'zi Fitroza nimasi Arafasga turibmiz. Kimdir o'sha boylar, tadbirkorlarimiz bor, mana savodbesh insonlarimiz o'sha ayramon deganlar bor, masalan. Nima qilsa, mana kartangizni nima qilsangiz, karta raqamingizga borcha tashlaylar yoki bizga murojaat qilsanglar, olib kelib ko'rsatamiz. Ko'ngillarimiz o'zlaring qo'llaringiz bilan berasizlar. Biz prosta mana xol tavakkal keldik, ehson tarqatamiz deb keldik. O'sha jarayonga duch kelib, mana borini sizlarga ko'rsatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar hammalaringga. Alloh rozi bo'lsin. Shu kim yordam qilmoqchi bo'lsa, niyati borlar, hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Farzandlaringiz bormi? Yo'q. Uylanmagansiz hali. Uylanganman. Uylangansiz. Alloh shifo bersin, avvalambor. Kuch va quvvat faqat Xudodan so'rang. Xudo mehribon. O'zi ko'ngliga rahm solsa, to'g'rimi? Bu hech narsa emas. Avvalo mehribon Alloh. Alloh hammaga siz qator barcha bemorlaringizga Alloh shifo komil ato aylasin. Sog' bo'linglar, salomat.